Assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Agarda videolarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bugungi navbatdagi masalamiz 14-longest common prefix deb nomlanadi. Bizga stringlar bilan to'ldirilgan bitta array list berilgan, uning ichi har xil o'lchamda bo'lishi mumkin. Bizning vazifamiz mana shu stringlar bilan to'ldirilgan arrayni aylanib chiqib turib, bir xil ketma-ketlikda kelgan harflarni eng uzunini topishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda bu flowerga to'g'ri keladi. Bu qanday bajariladi? Misol uchun bizda 3 ta array bor, 3 ta string bor. Butun array bo'lib 3 o'lchamli arrayda 3 ta string bor. Birinchisi a b s, ikkinchisi a b d, uchinchisi a b e ko'rinishda. Biz misol uchun bitta count degan o'zgaruvchi ochib olamiz va bitta pointerimizni birinchi elementimizdagi birinchi harfga qo'yamiz va qolgan barcha harflar bilan tekshirib chiqamiz. Ya'ni qolgan arraydagi stringlarni birinchi harf bilan tekshirib chiqamiz. Ya'ni birinchi pointerimiz mana birinchi harfni, ya'ni birinchi stringni birinchisi turibdi va butun array bo'ylab boshqa stringlarni birinchisi bilan ham tekshirib chiqamiz. Demak, bu birinchisi a bo'lyapti va 0 1 ga o'zgaradi. Keyingisini ham tekshiramiz, u ham 1, undan keyingisi ham 1. Demak, uchalasi bir-biriga mos bo'lgan hisobiga, demak count umumiy hisobda 1 ga to'g'ri keladi. Ya'ni biz o'sha hozirda eng uzun hisobda bir o'lchamli bir-biriga mos bo'lgan harflarning uzunligini topdik. Keyingi urinishda mana bular ham bir-biriga mos bo'lyapti va mana bu 2 ga aylanadi. Endi undan keyingi harfga o'tamiz. Birinchisiga pointerimizni qo'yib, undan keyingisini tekshirishimizga yo'q. Keyingi elementimiz mana bunga mos bo'lmagan hisobiga tekshirishni to'xtatamiz. Bu oxirgi harflar bir-biriga mos emas. Shuning uchun mana bu javobni S2 tarzida, misol uchun eng uzun bir-biriga mos bo'lgan harflarning uzunligi 2 ga to'g'ri keldi va mana shu a b ni funksiyadan qaytarib yuboramiz string ko'rinishida. Xo'p, bu masalani biz qanday yechamiz? Demak, 3 ta o'lchamli array berilgan. T, 2 ta va 3 ta array, ya'ni uning o'lchami n ga teng, n esa 3 ga teng bo'ladi bu yerda. Biz birinchi so'zdan boshlab tekshirishni boshlaymiz va eng birinchi bo'lib uning birinchi harfini olamiz. Bu S ga to'g'ri kelyapti. Bundan oldin bitta count ochib olamiz. Countimiz boshlanishiga 0 ga teng bo'ladi yoki qiymatsiz qilib belgilasak ham bo'ladi va birinchi so'zni olib turib butun array bo'ylab yurib chiqamiz va mana shu birinchi harfni tekshirib chiqamiz. Ya'ni 0-indeksdagi barcha harflarni mosligini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda S ga to'gri kelyapti. Keyingi elementni tekshiramiz. Ya'ni birinchi element S ga teng bo'ldi va bu 1. Keyingisi ham S ga teng bo'ldi, keyingisi ham S ga teng bo'ldi va bu 3 ga teng bo'ldi va agarda mana shu n ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni barcha stringlarni birinchi harfi, ya'ni inchida turgan harfi mana bu birinchidagi bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, biz bu s'imizni o'zimizning yangi stringimizni ichida olib qolishimiz mumkin. Endi keyingi elementga o'tamiz. Bu u ga to'g'ri kelyapti. Uni olamizda yana tekshirishni boshlaymiz. Demak, bu bir marta. Keyingisida ham u ga teng, 2 ga teng bo'ldi va oxirgisida ham u ga teng bo'ldi. Bu ham 3 ga teng bo'lgani uchun, ya'ni n ga teng bo'lgani uchun, ya'ni hamma stringda ikkinchi elementi u ga teng bo'ldi. Shuning uchun u ni ham olib qoldik. Keyingisi n ga teng bo'lyapti. N ni tekshirishni boshlaymiz. Bu 1 ga teng, keyingisida ham n ga va undan keyin ham n ga teng bo'ldi. Bu 3 ga teng bo'lgani uchun bu n ni ham olib qolamiz. Hozirgi natijamiz ya'ni san ga teng bo'ldi. Keyingi elementimiz s ga teng bo'ldi. S ni yozib turamiz va tekshirishni boshlaymiz. 2 ga teng bo'ldi. E'tibor beramiz. Eng oxirgisida bu d ga teng bo'ldi. Ya'ni eng so'nggi stringning 3-indeksi d ga teng bo'ldi. Mana bu ikkalasini farqli o'raroq bu boshqa harf ekan. Shuning hisobiga biz tekshirishni to'xtatsak ham bo'ladi break orqali va bu 2 ga teng bo'ldi va bu deganiki
n ga teng emas va bu s ni olmaymiz. Mana bu sum javobini olib funksiyadan qaytarib yuboramiz. Keyingi arrayimizni tekshirishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda ham 3 ta so'z berilgan. Uchalasida ham birinchi harfi a bo'ldi va biz a ni olishimiz mumkin. Keyingi uchalasini tekshiramiz. Uchalasi ham b bo'ldi va b ni ham o'zimizga olamiz va keyingisiga o'tamiz. Keyingisi ham barchasi s bo'ldi va shuning uchun s ni oldik va eng so'ngida uchalasi ham boshqa harf bo'ldi va tekshirishni to'xtatishimiz mumkin va mana shu abs nomli stringni o'zimizga saqlab olib funksiyani qaytarib olamiz. Endi yana bitta so'nggi holatni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, chap tomonda bir-biriga mos bo'lmagan harflar turibdi va so'ngida ikkalasida ham they so'zlari qatnashgan va bular bir-biriga mos hisoblanyapti. Lekin bizning shartimiz shundan iboratki, bir-biriga mos harflar 0-indeksdan, ya'ni mana bu birinchi harflardan boshlanishi kerak. Ya'ni mana bu ikkita harf bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bu birinchisi s bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi ham s bo'lishi kerak. Yana boshqa harf so'zlar bo'ladigan bo'lsa, ularning birinchi harfi s dan tashkil topgan bo'lishi kerak. Ikkinchisidan yoki qolganlaridan bir xil bo'lishni boshlasa, uning foydasi yo'q, chunki birinchisi bir-biriga mos bo'lmadi. Ya'ni boshlanishidan boshlab bir-biriga mos bo'lgan harflar mavjud bo'lishi kerak. Bu masalani ishlash uchun bitta s nomli array ochib olamiz. Bu bizga misol uchun mana shu arrayni ko'rib chiqayotganimizda bir-biriga mos harflar bo'ladigan bo'lsa, ularni jamlab olish uchun misol uchun birinchi harf mos bo'ldi, ya'ni f ni o'zimizga olishimiz uchun mana shu arrayni ichida to'plab ketamiz. Agarda yana mos so'zlar bo'ladigan bo'lsa, buni ichiga qo'shib ketishimiz mumkin. Biz for loop bo'ylab str ni 0-sini uzunligi bo'ylab aylanib chiqamiz. strs ni 0-si deb berib yuboramiz. Chunki biz strs ni 0-si deganda mana buni tushunamiz. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi hisoblanadi. Biz 0-si bo'ylab misol uchun butun boshli array ni elementlari inchi bo'ladigan bo'lsa, to'g'rirog'i bitta birinchi indeksdagi stringni elementlari i sifatida olinadigan bo'lsa, inchini j-sini tekshiramiz. Bu yerda f bo'lyapti va keyingilarni ham birma-bir ko'rib chiqib, shu tarzda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bitta count ochib olamiz. O'sha birinchi stringdagi birinchi harf bilan yoki keyingi harflar bilan keyingi stringdagi harflarning ko'rinishi bir xil bo'lganini tekshirishimiz uchun kerak bo'ladi. Va yana bitta for loop orqali bunga j ni berib yuboramiz va range da butun str ni aylanib chiqaradi. Len strs deb berib yuboramiz. Birinchi inchimiz mana buni o'zini aylanyapti. Keyingi for loopimiz butun boshli array ni aylanib chiqyapti. Birinchi stringimizning 0-sini qolgan stringlarni 0-si bilan tekshirib chiqamiz. Misol uchun birinchi holatda shuning uchun kerak bo'ladi. Countimiz esa misol uchun n 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni array ning uzunligi 3 ga teng. Countimiz mana shuni birinchi aylanganda tekshirib chiqadi. Boshlanishda 0 bo'ladi, keyin 3 marta aylanib chiqqandan keyin u to'g'ri bo'lsa, mana shu f ni o'zimizga olib qolamiz. Birinchi tekshiramiz. Agarda strs ni uzunligi, ya'ni strs ni j-sini uzunligi hozirgi i dan kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, break qilib yuboramiz. Ya'ni hozirda inchisi, strs ni inchisi mana bu string bo'layapti va uning j-si mana bunga to'g'ri keldi. Bu 4-indeksiga to'g'ri keladi, ya'ni 4 va mana buni tekshiryapmiz. Buni tekshirayotganimizda buning uzunligi 3 ga to'g'ri kelyapti va 3 dan kichik bo'lgani hisobiga break qilib yuboramiz. Qolgan elementlarni tekshirishimizning hojati yo'q bo'ladi. Shuning uchun bu holatni tekshirib olishimiz kerak. Va agarda bu holatga tushmasa, strs ni j-sini inchsini, strs ni 0-sini inchsiga agarda teng bo'ladigan bo'lsa, countni 1 ga oshirib qo'yamiz. Mana shu tarzda 1 ga oshadi.
Ya'ni strsni 0-sini i'inchisi mana bo'lyapti. Strsni j'inchisi i'inchisi mana bu bo'lsa, ikkalasi bir-biriga teng. Shuning hisobiga L ni olishimiz mumkin bo'ladi. Agarda count strsni uzunligiga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha bitta pozitsiyadagi barcha stringlarning harfi bir-biriga teng bo'ldi. Bu holatda s ga append qilib yuboramiz ana shu harfni, ya'ni strsni 0-sini i'inchisi, strsni 0-sini i'inchisi, ya'ni aks holda count uzunligiga teng bo'lmaydigan bo'lsa, bu holatda break qilib yuborsak bo'ladi va butun boshli tekshirishni yakunlaymiz. Va ana shu s ni string holatiga o'tkazib turib, funksiyani qaytarib yuboramiz. Ya'ni arrayni yoki listni stringga qo'shtin ochishda nuqtaga join degan funksiyani ishlatamiz va uning ichiga s ni berib yuboramiz. Shu tarzda tekshirib olamiz. Funksiyamiz qanday tezlikda ishlashini endi real holatda ko'rib chiqamiz. 21% foydalanuvchilardan tez ishladi. Bu masalamizning time complexity'sini qanday o'lchaymiz? Biz strsni 0-sini uzunligi bo'ylab yurdik. Bu m ga to'g'ri keladi va strsni butun uzunligi bo'ylab yurdik. Bu bizga m ni beradi. N ni, ya'ni va time complexity mana shu bo'ylab o'lchandi. M ko'paytirilgan n. M birinchi stringni uzunligi bilan, ya'ni strsni 0-sini uzunligi m ga to'g'ri keldi. Strsni uzunligi n ga to'g'ri kelgani uchun n ko'paytirilgan x. Ya'ni bu big on ichida. Demak, space'imiz ham eng yomon holatda big on ichida m ga to'g'ri keladi, chunki biz mana bu yerda s nomli array ochib oldik va uning uzunligi eng yomon holatda o'sha strsni 0-sini uzunligiga, ya'ni m ga to'g'ri keladi. Shu tarzda space ni, ya'ni xotiradagi qancha joy egallashini hisoblab oldik. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.